Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir chekka o'rmonda bir ayyor tulki yashar ekan. Kunlardan bir kun ayyor tulki o'rmonda ketayotgan bo'riga ko'zi tushibdi. Bo'ri semizgina quyonni tishlab ketayotgan ekan. Shunda tulki bo'riga qarab: "Assalomu alaykum bo'ri tog'a. O'lja muborak. Men sizga yangi yilga semiz qo'chqorni saqlab o'tirgandim", debdi ayyorlik bilan. "Ha, mayli, hech qisi yo'q. O'zim yeya qolaman endi". Bo'ri bo'lsa shoshganicha: Yo'q tulkivoy, sovg'angni albatta qabul qilaman. Sen xafa bo'lma, uyingga boraver. Men hozir yetib boraman. debdi-da, yo'lida davom etibdi va quyonni daraxt kavagiga solib, o'zi bo'lsa tulkining uyi tomon chopib ketibdi. Ayyor tulki bo'lsa quyonni olib mazza qilib paqqos tushiribdi. Bo'ri borib qarasa, tulki ham yo'q, qo'chqor ham yo'q ekan. Shoshganicha daraxt kavagiga kelib qarabdi. Qarasa, daraxt kavagida quyon ham yo'q ekan. Xullas, ochko'z bo'ri quyondan ham quruq qolibdi. Hissadan hissa shuki, ochko'zlik yomon odat, keltirar faqat kulfat.